Assalomu alaykum bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar va obunachilar. O'zbek romanchiligining asoschisi va eng birinchi roman yozgan O'zbekiston hududida, ya'ni Turkiston deymiz. U yerda birinchi roman yozgan, romanchilikka asos solgan shaxs jadidchi Abdulla Qodiriyni bugun o'rganadigan asarimiz bor. Bu O'tgan kunlar romani. Bu romanni ko'pchiligimiz bilamiz. Bu roman 1926-28-yillarda yozilgan va bu shaxs O'zbekiston hududida, ya'ni Turkiston hududida eng birinchi roman yozgan shaxs. Bu ko'pchiligimiz bilamiz va undan tashqari ko'plab asarlar yozgan. Obid Ketmon, Mehrobdan Chayon, Baxtsiz kuyov kitob orqasida keltirilgan u haqida ma'lumotlar. Va bu asar ko'pchiligimiz bilamiz. Siz o'shamu degan joyi bilan esimizda qolgan. Otabek va Kumush o'rtada Zaynabni qilgan ishi yoki Otabekni onasini qilgan ishi, o'sha Kumushni ustiga Zaynabni olib berganligi va qo'shxotinlik. Va bu yerda jamiyatni illatlari, o'sha ko'p xotinbozlikka urinuvchi Xomid va o'sha davrda umuman ham maishatga berilib ketgan xon yoki Xudoyorxon va qipchoqlar qirg'inni qilgan 40 minglab qipchoqlarni o'ldirib yuborgan Xudoyorxon haqida ma'lumotlar va siyosiy nizolar haqidagi ma'lumotlar, Otabekni o'zini o'ldirilishi mumkin bo'lgan vaziyatlar va oxirida fojia bilan tugashligi, ya'niki Kumushni o'ldirilishligi. O'tgan kunlarni Abdulla Qodir yozar ekan, Kumushni o'ldirgandan keyin o'zi ham juda qattiq yig'laganligi va tushkunlikka tushib qolganligi haqida ma'lumotlar keladi. Endi asar haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu asar boshlanishi shu darajada zo'r boshlanganki, ya'niki siyosiy boshlangan, ya'niki o'sha Qo'qonxonligida bo'layotgan vaziyatlar, Toshkentdan Marg'ilonga kelgan Otabekni o'sha birodarlar bilan, do'stlar bilan o'tirib siyosiy vaziyatni tahlil qilganligi, bu vaziyatni qanaqa yechimlar borligi haqida olib borilishiga, Kumushni otasi ham Yusufxo'jani bo'lishligi, otasi Yunusxo'jani bu yoqda qolganligi va onasini qilgan bir yomon ishi bor. Men yomon ish deyman bu narsani. Ya'niki farzandini noroziligiga qaramasdan qizni olib bergan Zaynabni, ikkinchi xotinni va bu Kumushni o'limiga sababchi bo'lgan. Lekin bunga ham aslida o'zi Otabekning o'zi sababchi edi. Endi shunda sababchi qilib ko'rsatamiz. Nimaga? Chunki ota-onasidan so'rashmasdan, ularning roziligi yoki noroziligiga qaramasdan Kumushga uylangan edi. Ota-onasiga aytmasdan uylangan. 25 yoshli Otabek, 18 yoshli Kumushga. Ajoyib, a? Endi asarda Xomidni juda yovuz ruhda, ya'niki yovuz rolda o'ynaganligi, o'sha 3 ta xotini bo'la turib 4-xotin qilib Kumushni ustiga olmoqchi bo'lganligi va o'sha asarning oxirlariga borib 3 ta, ya'ni 2 ta sherigi bilan yerni tagidan qazib, tunnel qazib, Kumush tomonga o'tib, Kumushni o'g'irlab ketmoqchiligi haqidagi rejasini, xufiyoniy rejasini o'qib qolganligi Otabekni va Xomidni qilgan yana bir yomon ishlaridan, iflos ishlaridan bor edi. Otabek nomidan Kumushga taloq yozadi xatda. Keyin Kumush nomidan Otabekka norozichilik xatini, ya'niki men siz bilan yashamayman degan xatni yozadi. Xuddi shuni yozuvga o'xshatgan holda, imzoni uni qo'liga o'xshatgan holda yozib, oilani ajratib yuboradi. Va Otabek o'rtada maishatga berilib ketib qoladi, maishatbozlikka berilib ketib qoladi. Lekin bilib qoladi va farzandli bo'lgandan keyin Kumushni Zaynab zaharlab o'ldiriladi. Endi asarda Kumushni ilmli ekanligi, qizlarni iboli hayoli ekanligi va jasur bo'lganligi haqida ham keltiriladi. Chunki jasur bo'lishiga sabab asarda bilamiz, Yusufxo'ja bilan Otabekni o'lim jazosiga, ya'niki osish jazosiga hukm qilinadi o'sha davrdagi Xudoyorxon tomonidan. Shunda Otabekni oqlaydigan xat yozilgan bo'ladi Kumushga. Ya'niki biz davlatimizga qarshi emasmiz degan ruhda yozilgan xat yozilgan bo'ladi. Shu xatni Kumush xon huzuriga olib keladi jasurlik qilib, ayol boshi bilan. Va Otabek va otasini saqlab qoladi. Va yana asarda shunday keltirilganki, Xomid aslida bu o'sha jamiyatdagi, endi tushungan odamlarni bitta tahlillarini eshitib ko'rsangiz yoki bu bo'yicha ilmiy ishlar yozilgan, eshitib o'qib ko'rsangiz,
Bu asarni har o'qiganingizda har xil insonlarni kashf qilasizda. Otabekni men ham birinchi o'qiganimda u yaxshi inson deb o'ylaganman. Ya'niki ota-onasiga aytmasdan uylanganligini to'g'ri qabul qilganman. Lekin inson har yili yoshi o'sgan sayin, ya'niki fikrlash doirasi kengaygan sarin bu xatoligini, ya'niki ota norozi, xudo rozi degan gap bor xalqimizda. Ya'niki ota rozi, xudo rozi. Otani norozchiligi qilib yoki ota-onani norozi qilib oila qurib bo'lmaydi-da. Va bu narsa haqiqatda asarda keltirilgan. Ona norozi bo'lgandan keyin kumushni o'lganligi. Va o'sha norozi bo'la turib Zaynabni ustiga olib berib turib, o'sha onasi olib bergan qiz Zaynab kumushni o'ldirganligiga qarang-da endi. Asar zo'r yozilgan va ilk roman hisoblanadi. Endi undan keyin Mehrobdan Chayon romani bor. Mehrobdan Chayon romani ham zo'r yozilgan. Anvar Mirzo va Ra'no o'rtasida. Unda ham keltiriladi ayol Ra'noni o'zi Haftiyakni, Qur'oni Karimdan ma'lum bir oyatlarni, Navoiydan, Lutfiydan, Sa'diy Sherozning Guliston bo'stonidan, Nodiradan o'qiganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Ya'niki ayol o'qishligi kerak. U xoh universitetda bo'lsin, xoh maktabda bo'lsin, mayli universitetga kirmasa ham o'qishligi kerak. Ilmli bo'lishligi kerak. Ligiga urg'u bergan. Va qo'shxotinlikni yomon oqibati yomon bo'lishligini ham ko'rsatib bergan asarda. Ya'niki asarda nima uchun kumushni o'ldirgan desa, qo'shxotinlikning oxiri shunga olib boradi o'rtoqlar. Shuning uchun bitta xotin bilan yashayveringlar degan qarash borda bu yerda. Va puldorlarni davlatga nisbatan xiyonati, poraxo'rlarning ko'payib ketganligi va o'sha davrda Xudoyorxonni maishatga berilib ketganligi Mehrobdan Chayon romanida keladi. Bir 30 dan ortiq xotinni ismi keltirilgan. Abdulla Qodiriyni o'zi asarda keltirgan. Va juda g'azamingizni keltiradigan, juda sizni o'ziga rom qiladigan joylari bor, sizni yig'latadigan joylari bor. O'zi bilan yashatadi-da, xolos bu asar. Bu asarni har bir o'zbek o'qishi kerak va menimcha bir yildan emas-ku, har 5 yildan o'qisangiz, har 5 yilda o'zingiz qaytadan kashf qilaverasiz bu asarni. Bu asarni qayta. Va bu asar ingliz tiliga tarjima qilingan. O'sha amerikalik bir kitobxon Hamidulloh Qodiriydan kelib so'ragan, nima uchun Abdulloh Qodiriy o'tgan kunlarda kumushni o'ldirdi deb yig'lab so'raganligini men bu ko'rsatuvda ko'rgandim. Amerikalik bir kitobxon inglizchasini o'qib, ta'sirlanib, O'zbekistonga kelib, o'sha Farg'onada Hamidulloh Qodiriydan kelib so'raganligi haqida ko'rsatuvda ko'rgandim. Endi ingliz tilidagisini aytdik. Menda o'zbek tilidan tashqari arab tilidagisi al-ayyamul xavaliyin deyilgan. Mana xavaliyin ya'niki o'tgan kunlar. Bu ham xuddi shunga o'xshab yozilgan, ichi arabcha. Buni o'qib chiqmaganman, tan olaman, lekin o'qib chiqishligimiz kerak. Buni agarda kimdir tildan tayyorlanayotgan bo'lsa, level deyiladi, ya'niki daraja. O'rta darajadan yuqoriroq bo'lganligi uchun o'qib tushunmaganligim uchun qo'yib qo'yganman. Endi o'qishlik kerak baribir. B2 darajadan balandroq, C1ga yaqinroq bo'lgan darajadagi kitob bo'lganligi uchun o'zbekchasini lekin 2 marta o'qib chiqqanman, lekin yana o'qib chiqishligimiz kerak bo'lgan asar va bundan har o'qiganimizda har xil foydalar va har xil insonlarni qaytadan kashf qilishimiz mumkin bo'lgan asar hisoblanadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.